Birinchi bo'lib kurini fileni qaynatib olasizlar. Rangi qaranglar, ziravorlar bilan qaynatganman. Mana bunaqa mayda kubik qilib to'g'rab olasizlar. Ko'rasizlar, oralari juniqi quruq turmayapti. Qo'rayotganda, qaynatayotganda shunaqa ziravor solish esingizdan chiqmasin. Men murch soldim, ozgina sladkий paprika soldim va chesnochniy приправа, tuz solganman. Agar sizlar o'zini qaynatsanglar faqat tuz bilan, unda juda ham quruq bo'lib qoladi. Qizlarjonlar, tak, endi salat teramiz. Kuritsamizni sovuramiz. Tuxum qaynatib olganman, 3-4 ta. Bolgarskiy qizil yoki yashili, bodring, ko'rasizlar, hammasini katta-katta to'g'rab olganman. Pomidor o'rniga pomidor cherry qo'shsanglar ham bo'ladi. Ukrop qo'shib yoramiz va smetana qo'shamiz. Smetanani bu kamroq, hozir men yana ko'proq qo'shib yoraman. Mana 200 gramcha smetana soldim. Yaxshilab aralashtirib tashlayman. Qizlarjonlar, smetananing o'rniga bemalol mayonez solsanglar ham bo'ladi. Mana salatimizni qaranglar qizlar, qanaqa ishtahani ochadigan bo'lib chiqdi. Non bilan oliviyega o'xshab yesanglar ham, prosta.